yo'q undaqda o'zi noto'g'ri jihati davlatchilikda o'zi tuzilmani o'zi noto'g'ri bo'lgan. Chunki masalan rivojlangan davlatlarda ilg'or davlatlarda jismoniy tarbiya vazirligi yoki bo'lmasa madaniyat vazirligi degan tushuncha yo'q. Ya'ni ular xususiy o'zlari xohlagancha shakllanadi. Xohlasa o'zbek konsertga o'xshagan bitta ma'muriy haligi tashkilot tuzib oladi. Nodavlat tashkilotmi, bosh jamoat birlashmasimi, endi uyushmadir balki. Xohlamasa tuzmaydi. Misol. Endi bizda sovet davridan boshlab bu haligi madaniyat, bu madaniyat, sport bular hammasi davlatni mafkuraniga xizmat qilgan bir tashkilot bo'lgan. Masalan, o'sha paytda Faxriddin Umarov yoki bo'lmasa Olmaxa Hayitovalar chiqqan paytda aytaylik, masalan, o'sha daromadlar, to'ydan kelinadigan daromadlar soliqqa tushgan bo'lganda, bugun bunaqangi ahvollar bo'lmasdi. Chunki o'sha paytda o'sha soliqlar boshqarganda bugungi tug'ilgan o'sha san'atkorlar buni to'g'ridan to'g'ri ko'rib o'sgan bo'lar. Ota meros, ustoz meros qiladi. Ota meros qonun bo'lardi. Qoida shunaqa bo'lsa, qoida bo'lar shunaqa bo'ladi. Masalan, 90-yilgacha men juda yaxshi xabarim bor, o'sha estrada konsert birlashmalariga a'zo bo'lgan yoki o'zbek konsert deylardi u paytda, o'zbek navo deylarmidi bilmayman. Bir martalik patta olgan. Madaniyat bo'limlariga borib, masalan, bugun konsertga qatnashmoqchiman, mana 10,000 so'm mana sizga to'layapman, 10 so'm mana shunga patta bering. Endi buni eskirib qoldi deb boshqa tizimga o'tkazishgan. Boshqa tizimga o'tkazgandan keyin endi albatta bu haligi bizda hamma narsa shu avtoritarizm bo'lganligi uchun o'sha hukmdorlar kayfiyatiga bog'liq bo'lganda, masalan, prezident bir og'iz haligi bular san'atdan ozod qilinglar desa, ya'ni soliqdan ozod qilinglar desa, butun soliq kodeksiga o'zgartirish kirib, konstitutsiyaga qarshi narsalar bo'lib ketaveradi. 2001-yilda xuddi shunaqa bo'lgan. 2001-yilda o'sha O'zbek Navomida o'sha paytda endi O'zbek Navo gastrol konsert birlashmasi bo'lgan paytda litsenziyalash va litsenziyani o'sha soliq o'rnida o'tkazish degan tushuncha bo'lgan o'zi amalda. Masalan, litsenziya berayotganda ma'lum darajada pul olib qoladi. Endi o'sha paytda to'p san'atkormi, noto'pmi, yo bo'lmasa zo'rg'a tirikchiligini tortib yurgan san'atkormi, to'y topolmay yurgan bir haligimi, hammasi bir xil o'ringa ega bo'lgan. 2000 endi davlat tuzumi o'zgargandan keyin 2020-yilda yangi o'sha tahrirdagi soliq kodeksi joriy qilindi. Domla buni nihoyatda chiroyli tushuntirib berdi. Bu yerda gap nimada? Bu yerda gap hozirgi o'sha qonun, hozirgi mana qonun loyihasi deyapmiz, endi qaror loyihasi. Buni o'sha tushunmaligi, tushuntirish berishsiz chiqqanligi, shunaqangi jiddiy islohotga bir haligi qo'l uchida kirilayotganligi, mas'uliyatsizlik, umuman o'sha aytilgan gapga javob bermaslik holati borligi uchun shunaqangi nima yuzaga keladi. Nima uchun? Adliya vazirligi mana shu qaror loyihasini ishlab chiqqan tashabbuskor tashkilot. Kecha kunuzgi nima deb gapiribdi? Bular aytibdiki, buni debdi aslida deb soliq qo'mitasi ishlab chiqqan, biz nomimizda e'lon qilib yuboribdi. Mana masxarabozlikka qarang. Adliya vazirligi qonunni tashabbuskori bo'lib turib, birorta joyga kelib biz shunaqa qonun tashabbusi bilan chiqdik, mana shunaqangi narsaga ehtiyoj bor degan narsani qilmadi. Bular nima qilyapti? Bular keyinchalik men o'zi kecha soliqchilardan ham so'radim, O'zbek konsertdan ham so'radim. Bularning manfaati nimada desam, bular ham qanaqadir bir davlatga qanaqadir 10% nimadir olinar ekan, o'shandan kelib chiqadigan men hozir endi to'g'ri ifodalab bera olmayman. Ya'ni qonunchilik tashabbusi bilan chiqayotgan idora bu qonunni aytaylik yo qarorda nima ehtiyoj bor jamiyatda? Nima uchun alohida o'zbek konsert tanlab olinyapti? Masalan, bugun o'zbek konsertni olyapsiz, ertaga o'zbek birlashuv, ertaga blogerlar uyushmasi, shunaqa qilib tabaqalangan bir narsa qilasizmi yoki umumiy soliq siyosati bo'ladimi degan savolga javobni o'zi yo'q. Bu adliya nimani ishini qilibdi-da, ularni o'rtaga tashlab o'zi ot bilan chiqib ketgan. Yana shoshmang. Mana shundoq adliya vazirligi hozir o'zi ham javob bera olmaydigan bitta bir alinga kirdi. Endi hamma haligi taraf nima? O'zicha haq. Mana masalan, o'zbek konsert aytyapti, biz deydi, nimaga shu paytgacha deydi blogerlar, nimalar deydi, bu san'atkorlar soliq to'lamas edi, mana endi soliqqa tortilyapti degan deydi, mesaj tashlayapti jamiyatga. Odamlar o'zi alik bo'lib turibdi-ku, chartnab turibdi-ku. Hozir nima bo'lsa ham negativ qidirish kerak, nima bo'lsa ham o'sha alik qilish kerak. O'zi bunga nima ehtiyoj bor edi? Buni nima uchun tushuntirmasdan, boshqa qilmasdan 3 oylik muhokamaga qo'yib 2000 ta odam kirmaydigan bitta platformaga joylashtirdi. 134 ta nima tushibdi? Juda katta mamlakatda 134 ta kommentariya tushibdi. Asosiy muhokama bu yerda bo'lyapti. Asosiy muhokama nima tarmoqlarda, boshqalarda. Yulduz Usmonova bir og'iz gapirsa bo'ldi, butun parlamentni bundaqaligi teskari aylantirib yuboradigan nimalari bor. Bu yerda umumiy soliq siyosatini
nima deydi, nobobligi deymizmi, endi yumshoq qilib aytganda nobobligi keling. O'shandan boshladim. Ha, endi bu yerda shu qadar masxarabozliklar ko'pki, biz xalqqa hozir tushuntirish, ya'ni xalqqa desam katta o'balib ketar, bizni ko'rayotganlarga tushuntirish nuqtai nazaridan aytishimiz kerakki, san'atkorlarni soliq to'lasin yoki to'lamasin degan narsa haqida gap ketayotgani yo'q. Bu tizim nima uchun joriy qilindi? Joriy qilingan bo'lsa, nima uchun faqat san'atkorlarga joriy qilindi? Nima uchun boshqa intellektual haligi soha egalari bor? Aytaylik, masalan, kimdir to'yda kattaroq pul olgan yo bo'lmasa bizda shunday holatlar bo'lgan. Mana Botir Zokirov taqiqlanib ketgan-ku, birov to'yga bormagani uchun. Ehtimol kattalarning birortasini to'yiga qandaydir to'p san'atkorlar bormagani uchun bu qonun chiqarib yuborgandir. Chunki bizda shunaqa bo'lib qoldi, afsus shunaqa o'ylashga majburmiz. Shunaqami? Yo, mantiqli. Shuning uchun men aytamanki, qonunchilik tashabbus bilan chiqayotgan guruhlar, shuni lobbi qilayotgan qonunchilik tashabbusiga ega bo'lgan institutlar, masalan, Adliya vazirligi bo'ladimi, Madaniyat vazirligi bo'ladimi, kim bo'lgan taqdirda ham tushuntirib berish kerak birinchi. Nima uchun biz shu sohani tortyapmiz? Nima uchun biz to'yga yopishib oldik? Hammasini qisqartirib olib kelsangiz, domla, bitta narsaga kelib taqaladi. Bir xizmat, bir to'lov. Ya'ni bu xonandan to'yga chiqish. Mana gap mana shunda ketyapti. Qolgani haligi illyustratsiya gaplar. Masalan, agar ras xonandan to'yga chiqishi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, u yerda DJlarchi, boshlovchilarchi, qorakalarchi. Abdurahmon, bu haqda alohida savol bor, gaplashamiz. Shuning uchun bu yerda men mas'uliyatni bo'ynimga olib aytaman, chunki bundan oldin muhokamalarda ishtirok etib kelyapman. Hamma taraflar bilan, hamma subyektlar bilan gaplashyapman. Gap bu yerda shu chalajon bitta narsa. Men ishonchim komil bu loyiha qabul qilinmaydi. Chunki o'ta chala, o'ta haligi nima, primitiv, savollar juda ko'p tug'diradigan loyiha. O'shaning uchun muhokama qilish foydadan xoli emas. Rahmat. Uzoq yillar endi litsenziya bilan ishlagan xonandaday tushuntirib berdingiz. Endi san'atkorlar uzoq yillar soliqdan ozod bo'ldi. Adashmasam, Yulduz Usmonova Oliy Majlisda deputat bo'lgan yillari kiritildi bu narsa. 2001-yildan Abdurahmon aka, siz agar nima qilsangiz, menimcha 2001-yil yoki 2000-yildan ozod bo'ldi san'atkorlar. O'sha paytda 2001-yil ekan. 2004 eslayman, sabab doktorlik dissertatsiyasini yozib o'tganman. 2001-yilda shu darajada qizishib ketdiki bular, qonun nima kiritayotgan paytda. Bularning lobbisi kuchli bo'lgan ekanda. Gastrol tam u paytlarda gastrol konsert deb aytiladi. Gastrol konsert faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik jismoniy shaxslar barcha soliqlardan ozod qilinsin dedi va natijada 1 yil ular o'zining shaxsiy yeri uchun yer solig'i va shaxsiy uy uchun mulk soliqdan ham ozod bo'ldi. Keyin 1 yildan keyin bu narsa olib tashlandida faqat daromad, ya'ni tadbirkorlikka qaratilgan soliq qoldi va qariyb 20 yil davomida bular tadbirkorlik uchun asosiy solig'idan, ya'ni daromad solig'i, jismoniy shaxslar daromad solig'idan, yuridik shaxs bo'ladigan ansambl yoki ijodiy birlashmalar o'sha aylanmadan u paytda yagona soliq bo'lardi, yagona soliq yoki foyda solig'idan ozod bo'lib keldi to 2020-yilgacha. 2020-yil 1-yanvardan kuchga kirgan yangi tahrirdagi soliq kodeksi bilan bu imtiyoz olib tashlandi. Imtiyoz olib tashlgandan keyin yuridik shaxslar oddiy yuridik shaxs sifatida solig'ini to'laydigan bo'ldi, jismoniy shaxslarda muammo paydo bo'ldi. Jismoniy shaxs maqomidagi artistlar deylik, qisqa qilib aytgan paytda artistlarning ichiga kimlar kiradi? Yani artistlar deganda xonandalar, o'sha yakkaxon bo'ladimi, ijodiy birlashmalar, so'z ustalari, DJ, mana shunga o'xshagan nimalar. Demak, bular 2020-yildan yakka tadbirkor sifatida soliqqa tortilishi belgilandi. Yakka tadbirkor sifatida, ya'ni Vazirlar Mahkamasining 6-sonli qarorida faoliyat turlari keltirilgan. O'sha yerda adashmasam 54-faoliyat turi konsert tomosha faoliyati. Va mana shu boshqa faoliyat turi sifatida bular soliqqa tortilishi kerak bo'ldi. Qat'iy belgilangan soliq. Bu arzimagan soliq endi bu juda ham. Keyin 22-yilda bunga qanoatlanmasa 22-yilda prezident farmoni chiqdi. PF 168 agar raqamda adashmayotgan bo'lsam, demak mana shu prezident farmoni bilan 22-yil iyul oyidan boshlab bularga qat'iy belgilangan soliqning maxsus, ya'ni sal ko'proq boshqalarga nisbatan ko'proq va o'sha artistlarning reyting darajasi bor-ku. 1-ikkinchi, 3-chi daraja reyting darajasidan kelib chiqib farq qiluvchi qat'iy belgilangan soliq belgilandi. Belgilangandan keyin 24-yilgacha bu narsa amal qildi. 24-yilda shu farmonda yozib qo'ydi. 24-yildan artistlarga yakkaxon xonandalar 24-yildan boshlab majburan deklaratsiya asosida daromad soliq to'laydi. Boshqa san'atkorlar esa 26-yil 1-yanvardan boshlab deklaratsiya soliq to'lashi kerak bo'ldi. Mana endi bu yil mana 26-yil 1-yanvardan boshlab u xonandami yoki boshqa turdagi san'atkormi, bular hammasi majburiy ravishda o'z daromadlarini deklaratsiya usulida soliqqa tortish usulida to'lash kerak belgilandi. Lekin shu joyda bitta kichik qo'shimcha,
siz aytdingiz soliqdagi mantiqsizliklar dedingiz, mana shu deklaratsiya qonunchiligida ham mantiqsizlik juda ko'p. Albatta. Davlat xizmatchilarini deklaratsiyasi masalasi mana necha yillardan beri hal bo'lmay kelyapti, ortga tashlanyapti. Undan chiqarib tashlanadigan davlat xizmatchilarini ro'yxati kengaygandan kengayib boryapti. Mana endi san'atkorlar endi osonda. Bularni xohlagan deklaratsiyaga kiritishingiz mumkin, xohlagan talabingizni qo'yishingiz mumkin, yog'ochni yumshog'idan xohlagan narsani yasash mumkin-da. Shuning uchun bu qonunchilikda ham mantiqsizlik juda ko'p hali. Marhamat, davom etavering. Albatta. Endi bu qonun loyihasi aslida mana ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda boy guruh san'atkorlar soliq to'lar ekan. Ko'pchilikda shunday tushuncha bo'lyaptiki, san'atkorlar soliq to'lamayotgan ekan. Demak, mana shu loyiha bilan soliq kelyapti. Yo'q, unaqa emas. Bu qonun loyihasi san'atkorlarga soliqni oshiryapti. Aytyapman, mana 20-yil 1-yanvardan kuchga kirgan tahrirdagi soliq kodeksida san'atkorlar uje soliq imtiyozidan mosuvo bo'ldi. Ular 20 yil davomida o'sha 2000-yildan to 20-yilgacha soliqdan ozod bo'lib keldi. Endi 20-yildan boshlab oddiy yakka tadbirkor sifatida soliq to'layotgan edi. Yo deklaratsiya bilan yoki qat'iy belgilangan soliq. 2022-yildan sal o'zgardi dedim. Sal oshirildi. Endi hozir u farmondagi yoki kodeksdagi qat'iy belgilangan soliq bu oyiga, misol uchun boshida 22-yilgacha oyiga arzimagan summa 200 ming so'mmi, Toshkent shahrida 225 ming so'm edi adashmasam. Keyingi 24-yildan kiritilgani esa bu yiliga darajasiga qarab turib 2.400 yillik o'shanday summada soliq to'laydigan bo'ldi. Bu endi hozir litsenziya boji haqida gap ketayotgani yo'q. Litsenziyadan tashqari bu. Chisi soliq o'zi haqida ketyapti. Endi bu kiritilayotgan loyihada taklif qilinayotgan soliq esa har bir xizmat uchun soliq taklif qilyapti. Ya'ni bir xizmatga bir to'lov tamoyili asosida. Masalan, o'sha san'atkor deb tan olingan o'sha litsenziyasi bo'lgan odam soliq mobil ilovasi orqali, maxsus o'sha prilojeniya orqali bir martalik shartnoma tuzadida, o'sha shartnomani tuzgandan keyin solig'ini to'lab qo'yish kerak. U to'yiga qancha pulga borishidan qat'iy nazar, haqiqiy daromadidan qat'iy nazar, hattoki tekinga borib xizmat ko'rsatadigan bo'lsa ham, to'yga, yubileyga farq yo'q. Har qanday shu ro'yxatda keltirilgan xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, reyting darajasidan kelib chiqib va hududiy Toshkent shahri, viloyat markazlari va boshqa aholi punktlaridan kelib chiqqan holda tabaqalashgan stavkalarda, ya'ni ba'zi hisoblash miqdoriga bog'langan stavkada bir martalik qat'iy soliq to'laydi. Ya'ni bu ko'p degani bu. Misol uchun Toshkent shahridagi birinchi reyting darajasiga ega bo'lgan san'atkor 3 BHM, bu degani 1.236 ming bo'ladi. $100 ortiqroq. Ya'ni har bir to'yga, oddiy qilib har bir to'yga chiqqanda o'sha birinchi reytingdagi Toshkent shahrida $100 to'lab qo'yish kerak. Necha pul olishdan qat'iy nazar. Mana shu nazarda tutyapti bu narsa. Ya'ni soliq oshyapti bular. Bular oldin 20-yildan boshlab soliq to'lab kelyapti. Lekin soliq to'lab kelyapti deb ham amin bo'lib ayta olmaymiz. Sababi nazorat sust. Buni masalan qancha daromad olayotganligini aniqlash mexanizmi yo'q. Deklaratsiyalash ishlashi uchun u global deklaratsiya bo'lishi kerak. Faqat artistlarga yoki davlat xodimlariga emas, balki hammaga men har doim aytib kelaman-ku, o'sha global. Hozir aytganimiz masala. O'sha narsa bo'lishi kerak. O'shani bular eplay olmagani uchun yana o'zgartirish kirityapti endi. Endi 29-yilgacha bular har bir xizmatidan qat'iy belgilangan soliq to'lasin. Ana undan keyin 29-yil yanvardan keyin deklaratsiyaga o'tkazamiz. Lekin deklaratsiya bilan haqiqiy daromaddan to'laydigan solig'i mana bu belgilangan qat'iy miqdorlardan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu minimal solig'i bu bo'ladi. Lekin ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni haqiqiy daromaddan aniqlash iloji bo'ladigan bo'lsa, unda deklaratsiyadan keladigan daromaddan 12%. Endi 29-yanvarda 12% bo'ladimi yo'q bilmaymiz. Hozirgi stavka bilan 12% daromad soliq to'lashi belgilangan. Yo, domla aytgani kabi, qachonki soliq tizimi mustahkam bir stерженьga, ya'ni bir qobig'iga mos bo'lib e'lon qilinib, undan keyin qonuniy tatbiq qilinsa, bu boshqa narsa. Bir yili futbolchini soliqdan ozod qilib tursangiz, qo'lbola usullar bilan, bir yili artistlarni ozod qilib tursangiz, ikkinchi yili birovni tortsangiz, uchinchi yili bunaqa qilsangiz, bu albatta shunaqangi haligi beo'xshov tizimni yuzaga keltiradi. Endi soliq tizimi ras takomillashmagan ekan, soliq qonunchiligini o'zi takomillashmagan ekan, soliq tizimini o'zi, soliq siyosatini o'zi takomillashmagan ekan, bunaqangi holatlar kelib chiqaveradi. Bugun artistlar bilan kelib chiqyapti, ertaga blogerlar bilan kelib chiqadi va endi boshqalar bilan kelib chiqadi. Bu ertamizda jurnalistlar ham chiqamiz. Chiqadi. Shu nuqtai nazardan bu o'zi asli parlament boshini og'ritish kerak bo'lgan masalalardan bittasi bu narsa. Mana hozir endi shu odamlar chalg'imasin, shuni bir tashlab qo'yaylik, bir-birini tortishib yotsin, bitta artist chiqadi, erkatoylik qiladi, ashulangni o'zing ayt deydi.
kelinglar shu jamoatchilik shu bilan o'zi qorishib yotsin degan ehtimol siyosat ham bordir bu yerda. Bir boyagi kattaroq narsalarga ko'z tashlamasin. Bu yog'i Eron bilan Amerika urushyapti, Chalg'ituvchi. chalg'ituvchi bir omil bo'lishi ham mumkin endi. Misolda men endi unaqa bir hal qiladigan, lekin ikkinchi tomoni bor. Professionalizm nuqtai nazaridan o'sha qonun tashabbuskorlarining o'ta pastligi. O'ta pastligi. Boya yuqorida aytganimdek, oddiy shaxsiy faktorlar ham hozir davlat boshqaruviga ta'sir qiladi. Xuddi Botir Zokirov kimni to'yiga bormaganligi uchun san'atdan cheklab qo'yilgan bo'lsa, hozir bir kattaroq san'atkor masalan soliq haqida noto'g'ri bir odamni to'yida yo uyida bir katta amaldorni nimasida gapirib qo'ygan bo'lsa, yo ularni qitiq-patiga tekkan bo'lsa, yo bo'lmasa bir choyxonada o'tirgan ikkita amaldor men bugun davlat pulga muhtoj, qayerdan pul topamiz desa, ana san'atkorlar kecha palonchining to'yiga, Ahmad to'yiga yo Toshmatov to'yiga mana bunchaga boribdi, shuni tossalaring bo'lmaydimi degan bo'lsa, o'sha paytda tashabbus paydo bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Aslida qonunchilik tashabbuslari pastdan, siyosiy partiyalardan va siyosiy partiyani o'sha haligi hukumatdagi portfellaridan kelib chiqib paydo bo'lishi kerak va o'sha nima uchun bunaqa qonunchilik tashabbus bilan chiqayotganini takror aytyapman. Nima uchun qonunchilik tashabbus bilan chiqayotgan haligi nimalar bunday qonunga ehtiyoj borligini, qarorga ehtiyoj borligini tushuntirib berish majburiyati bo'lishi kerak. Ya'ni demoqchimanki, mana shu narsani bo'yniga oladigan odam topilmayapti. Biz kim qildi buni desa, kecha aytadi, adliya aytibdi kunuzga soliq qilgan, biz nomimizdan chiqarib yuborgan. Bu deputatmi siz? Qanday qilib bitta organ qilib ikkinchi nomidan chiqarib yuboradi? Bular aytayapti, u baraka topkur deyapti, biz deyapti, buni deyapti. Ishlashda O'zbekkonsert bilan hali qildik. Hech kim agar bu tashabbus ma'qullanib prezident yelkasiga qoqib qo'ysa kimdir? Ochko oladiganlar ko'payib ketardi hozir. Va bizmiz buni qilgan. Mana biz adliya vazirligiga chiqdik. Biz mana O'zbekkonsert chiqdik. Biz buni qildik. Prosta bu hozir haliga qilyapti. Bu ikkinchi tomon. Uchinchi tomoni 22-yilda eng katta rahbarimiz aytdilarki, bu san'atkorlarni hurmat qilamiz, shuning uchun soliq imtiyozlari unaqa narsa deydi. Bu qonun darajasida ketdi. Mana shu ular soliqqa tortish masalasi o'sha paytda o'zi boshlangan edi, shundan keyin qolib ketdi. Hozir bu narsa masalan aytaylik eng katta odamlarga yetib, ya shunaqa bo'lyapti, Yulduz opa shu ashulani o'zing ayt dedi desa, yo'q deb bo'lmasa yana tashlaylar desa yana 5-10 yilga ketib qo'yish jihatdan. Hozir Islombek aka, mana Abdurahmon aka ham nega endi kecha emas, indin emas, aynan bugun ko'tarilib qoldi bu narsa degan masalani ko'tardida. Soliq mutaxassisi sifatida nima deysiz? Nega endi aytganday aynan bugun ko'tarilyapti bu masala? Nima deb o'ylaysiz? Bu prosta san'atkorlarniki bugun ko'rinyapti. San'atkorlar va ko'zga ko'ringan shaxslar bo'lgani uchun 3-4 tasi chiqib haligi ijtimoiy tarmoqda o'zini yuzini ko'rsatgani uchun bo'lib ketyapti. Lekin bunaqangi surprizlar har doim bo'ladi bizda. Sababi qarang, har bir narsani andozasi, modeli bo'ladi-da, to'g'rimi? Misol uchun velosiped u. Mashina o'zini qanaqa ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar, yotiqmi, sedanmi, jeepmi, boshqa u mashinaning o'zini andozasi bor. Xuddi shunday soliq tizimini ham o'zini modeli bo'ladi-da, andozasi bo'ladi. Boya aytgandek, men bekorga shundan boshlamadim. O'zbekistonda soliq tizimi hech qachon modelga tushmagan, ya'ni andozaga tushmagan. Ya'ni xuddi bu seysmopoyiz fundamentsiz uy qurganga o'xshaydi-da. Seysmopoyiz fundamentsiz qurilgan uy har doim joriy ta'mirga muhtoj. Soliq tizimi ham xuddi shunday bo'lib kelyapti. 91-yildan men mana shu 94-yilda soliq tizimini o'rganishga boshlaganman. Endi undan u yog'ini ham esir paytini ham o'rganganman hattoki. Dunyoning bir 100 dan ortiq mamlakatning soliq tizimini, shundan bir 20 tasini ichiga kirib o'rganganman-da. Lekin O'zbekistonning soliq tizimichalik suyakka ega bo'lmagan, skeletga ega bo'lmagan, fundamentga ega bo'lmagan soliq tizimi yo'q boshqa. Boshqa hatto yon qo'shnilarimizda bunchalik baland emas. To'g'ri, mana konstitutsiyada soliqni faqat Oliy Majlis joriy qilishi mumkin, Qonunchilik palatasi joriy qilishi mumkin, lekin biz ko'pda ko'ramiz, bojxona ham istagancha boj yoki soliq joriy qilib olaveradi yoki bu ham shunga o'xshash bitta masala bo'lyapti. Istagan odam soliq joriy qilyapti-da hozir. Endi qarang. Juda qo'pol aytganda. To'g'ri, lekin men buni hozir soliq demayman, 20-yildan boshlab kvazi soliq effekti kuchaydi. Ya'ni Oliy Majlis oldin to'g'ri edi. Oldin prezident farmoni va majlis qarori bilan ham soliqqa joriy qilib ketgan joyi bor, lekin shu narsaga nuqta qo'yildi-da, 20-yildan boshlab soliq kodeksi cheklab qo'ydi. Soliqlar faqat soliq kodeksiga joriy qilinadi. Ana shu narsadan qochish uchun endi bu yoqda yig'im va kvazi soliqlar paydo bo'ldi. Men aytgan bo'lardim, shuni aytyapman-da, bu ham soliqda baribir. 20-yildan boshlab O'zbekistonda kvazi soliqlar erasi boshlandi. Kvazi soliqlar. Bu haqida alohida chaqirsangiz tushuntirib beraman, nima ekanligini. Kecha mana u naqd puldan voz kechish, boya to'lovlar, unga ham oshiqcha to'lov oladi. Bu ham qandaydir soliqni bir turi Facebookda post qo'ydim. Alohida bir gaplasharmiz. Xo'p. Endi hozir nimaga qaytadigan bo'lsak, demak, prosta hozir bu masala
aynan san'atkorlar, ya'ni shou biznes vakillari bo'lgani uchun bu nima qilib ketdi-da haligi sochilib ketdi deymizmi, yorqin bo'lib ketdi. Lekin bunaqa syurprizlar har doim bor, har yili bor. Yakka tadbirkor, yuridik shaxs, aylanmadan soliq to'lovchi, qatiyan soliq to'lovchi har yili syurpriz bor. O'shaning uchun ham soliq tizimida xodimlar ham bezib ketgan, xodimlar o'zi ham. Bu sohada dars beradigan o'qituvchilar ham bezib ketgan. Bu sohada ilmiy ish ham tugamaydi. Bugun aytilgan narsa ertaga eskirib turgan, ish qilib hech qanaqa nimaga ekansiz. Qachon O'zbekiston soliq siyosati tuturuqqa ega bo'ladi? Qachon O'zbekiston soliq qonunchiligi yoki soliq tizimi ma'lum bir skeletga, fundamentga, seysmopoysga quriladi, o'shanda bo'ladi bu narsa. Bu mutlaqo men aytayotgan model, men aytayotgan soliq tizimi mutlaqo boshqacha ko'rinishdagi soliq tizimini talab qiladi. Bu soliq tizimi quriladigan bo'lsa, hech qanaqa san'atkorni alohida soliqqa tortish, advokatni alohida soliqqa tortish, haligi rahbar xodimlar yoki davlat xodimlarini alohida deklaratsiyalash hammasi yo'qolib ketadi o'z-o'zidan. Hozir Absolut ideal soliq qanday bo'lishi kerak degan, soliq tizimi qanday bo'lishi kerak degan savolni beraman. Abdurahmon aka, mana shu muhokamalar davom etar ekan, jamiyatda bitta og'riqli kasallik o'rtaga chiqdiki, men qo'rqmasdan buni kasallik deyman. Bu nafrat masalasi. Ya'ni jamiyatda odamlarda tabaqalashuvdan nafratlanish bir juda kuchli darajaga chiqqan ekanki, bu endi o'sha daraxtni bo'shi deylik, san'atkorlarga qarab ketdi-da bu nafrat. Boyagi san'atkorlar soliq to'lamaydi, u past qatlam, boshqa uzr so'rayman, endi men tarmoqlarda aytilayotgan gaplarni aytyapman. Mana shunday fikrlar. O'zi jamiyatda bu nafrat qanday paydo bo'ldi, qachon paydo bo'ldi va nimaga bunchalik kuchayib ketdi? Siz endi jamiyatni kuzatadigan kishi sifatida fikringiz qanday? Domla gruzin filmda bitta kinosi bor-da. Maviy tog'lar yoki Tiyanshan degan kino bor. Shuni ko'rgansizlar-a? Bitta ilmiy ish muhokama bo'linishi kerak, dissertatsiya himoya qilinishi kerak. Institutga tarqatilgan. Ilmiy ish tarqatilgan, muhokama bo'lishi kerak. Muhokama kuni keldi, hech kim o'qimagan. Hech kim o'qimagan. Muhokamaga qo'yildi, mayliz davom etyapti, dissertatsiyani hech kim o'qimagan. Xuddi mana shu qaror ham xuddi shunaqa. Hozir taraflar nuqtaidan. Artistlar ham o'qimagan, uni kirayotgan mutaxassislar ham o'qimagan. O'zi asli nima bu degan narsaga javob yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Ilyos bilan necha marta ko'rsatib o'qigan bo'lsak, doim hali Bismarckda bitta gapini aytib kelaman. Yaxshi qonunlar ham no'noq amaldorlarda ishlamasligi mumkin. Yomon qonun bo'lsa ham amaldorlar bir balo qilib yaxshi bo'lsa ishlab ketaveradi degan bitta qoida bor. Ilyos bilan ko'rsatuvlarimizda bittasida aytdik. Baraka topkurlar, migrantlar, bugun bellaringda quvvatlaring bor, oyoqlaring ishlab turibdi. Sizlar pul topyapsizlar. Agar sizlar soliq to'lamasalaring, ertaga O'zbekistonda nochor bo'lib kelasan, ertaga qariganingda pensiya bo'lmaydi, qiynalasan keyin. Sen masalan seni bir baxtli kelajak kutib turgan yo'q hali. Bu hukumat o'tadi, ketadi, ichki mas'uliyatini bo'yniga olmaydi. Mayli bugun O'zbekiston hukumati ish topib berolmayotgan ekansan, u yoqda yuribsan, lekin kelajakni o'yla degan narsa bor. Keyin biz shu narsani gapirib chiqqandan keyin biz ko'plab xatlar oldik. Qanday qilib biz pensiya uchun soliq to'lasak bo'ladi? Tanishlarimizga yo'naltirdik. Bir xil aytdi, stajimiz olish uchun qanday qilishimiz kerak? To'g'ri qabul qildi. Bitta amaldor partiyachi chiqdi-da, bir ozgina vaqtdan keyin migrantlar soliq to'lasin deyapti. Bilasizmi qanaqa bo'lib ketdi? Oddiy tushuntirishda gap mana shu nuqtai nazardan agar mana shuni mana adliyaga o'xshagan no'noq idoralar qonunchilik tashabbusiga chiqishdan oldin buni tushuntirganda nima ehtiyoj bo'ldi o'zi bu narsaga? Masalan, xo'p, bizni aybimizdir shu qonun kechikkanligi. Chunki buni o'sha haligi nima deydi? Faxriddin Umarov haligi yoki nimalar bo'yniga tilla toqib, haligi bo'yniga Bobomurod Hamdam, Komiljon Atanazovlarga 1 kilo tilla osib, haligi qilgan paytlarda boshlash kerak edi o'zi buni. Bu o'zi bir haligi korrupsiyani xalqni bir nimasi. Misol men kecha kunuzda gaplarganimda aytdim, biz to'ychi xalqmiz o'zi. O'zi biz to'ychi xalqmiz. Bir yilda bir marta to'y qilmasak tura olmaymiz. Shuning uchun qonunlar, qoidalar, me'yoriy hujjatlar hammasini ruhiyati odamlar yashash darajasiga moslashish kerak. Ya'ni ularga moslashish kerak, yo uni o'zgartirishga. Masalan, biz Afrikadagi Tamtam qabilasi emasmiz biz. Misol, bizni o'zimizni nimalar, biz to'ydi endi xo'p, bugun soliqlarni oshirdik. U kecha domla yaxshi nima qilibsiz, e'tibor beribsiz. Soliq bilan o'limdan qochib qutulib bo'lmaydi. Bu butun dunyoning qoidasi. Soliq bilan o'lim haq bu, masalan. Shuning uchun Yulduz Usmonova bo'ladimi, boshqa san'atkor bo'ladimi, nima deydi, Gurkov bo'ladimi, kim bo'lsa ham soliq to'laydi. Bu qonuniyat bu.
lekin buni tushuntira bilish jamiyatda boshqa. Bu уже nima? Shuning uchun mavzudan chalg'imaylik. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, agar bu yerda hamma narsa to'g'ri tushuntirilsa, parlament yoki davlatchilikda boshqa institutlar ham normal ishlaydigan bo'lsa, bunaqangi muhokamalarga hojat qolmaydi. Biz butun dunyo, mana masalan aytaylik, kecha necha tonnalik nimani osmonga uchirdi Xitoy. Quruvchisiz uchadigan nimalar bo'ladi-yu, pilotsiz uchadigan nimalar. Yoki bo'lmasa NASA oyga qo'ymasdan turib tadqiqotlar qilib, shunaqa qilib yurgan paytda biz hozir soliq masalasini haligi yotibmiz. Artist soliqqa tortish kerakmi yoki yo'qmi? Eng Mana qizig'i ko'ryapsizmi? O'sha bu juda qoloqligimizni bildiradigan narsa. Islombek, savoldan hozir sizga navbat beraman, savoldan chetlashmaymiz. Ya'ni jamiyatda mana shu tabaqalashuvdan nafrat juda kuchli ekan, lekin bu san'atkorlarga qaratilib ketdi deyapman. Mana shu nafrat, tabaqalashuv haqida fikr bildirsalaringiz mumkin. Xo'p, qarang. O'zi har qanday jamiyatda aholining o'rtasidagi daromadlari yoki moliyaviy imkoniyatlari yoki mulkiy mavqe deymizmi, tabaqalashuvni oldini olish uchun ham davlat kerakda. Davlatning eng asosiy vazifalaridan biri shu. Agar normal, ideal demaylik, normal jamiyatlarning soliq tizimini yoki byudjet tizimini qarasangiz, ijtimoiy adolatga qaratilgan hamma narsa. Bekordan kelib chiqmagan progressiv soliqqa tortish, deklaratsiyalash, aksizlar va ijtimoiy chegirmalar tizimi bekorga joriy qilinmagan. Janubiy Sharqiy Osmon olasizmi, G'arbiy Yevropani olasizmi, Amerikani olasizmi, Latin Amerikasining ko'p davlatlarini olasizmi? Dunyoning soliq tizimi mavjud, ya'ni Gavallarning haligi soliq jannatidan hisoblanmaydi, soliq tizimi mavjud bo'lgan 90% mamlakatida progressiv soliq tizimi amal qiladi. Juda kam sonli bir 14 ta davlat ichiga O'zbekiston tushib qoldi. O'zi oldin progressiv soliq tizimi ham ishlamas edi. Endi temuriy progressiv soliq tizimi yo'q. Tabaqalashuv faqat san'atkorlarga nisbatan emas, tabaqalashuv umumiy ketyapti hozir bizda. Tasavvur qiling. Men hozir bu farmonni loyihasini, mana bu loyihani hech qanaqa nimaga to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Ya'ni ekspert sifatida aytamanki, bu hech qanaqa ijobiy ahamiyatga ega emas. Ya'ni bugungi kunda nimaga hojat yo'q edi. Aslida bu narsa yangi farmon loyihasi bilan, yangi qaror bilan emas, mavjud soliq ma'murchiligini ishlatish yo'li bilan. Ya'ni 20-yilda aytyapmiz, 20-yil 1-yanvarda artistlarga soliq imtiyozi bekor bo'ldi. Demak, ularga aytilyapti, yo qat'iy belgilangan soliq yoki deklaratsiya asosida hattoki xarajatdan chegirish imkoniyati ham bor-da, uni biz hozir aytmadik davrada. Demak, mana shu deklaratsiyalardan foydalangan holda 12%, ya'ni hamma qatori 12% solig'ingni to'la deyilgan narsa turibdi. Lekin nega ishlata olmay buni tiqyapmiz biz? Har bir tadbirga $100 o'rtacha soliq to'la degan narsa. Bu tembol ishlamaydi. Bu tembol ishlamaydi, chunki bir xizmat bir nimada, domla. Buni ishlata olmasligining sababi soliq ma'murchiligi yaxshi emas, soliq ma'murchiligi. Shuning uchun bu farmonni qabul qilamiz, uni ustiga boshqa qaror qabul qilamiz, baribir ishlata olmaydi. Bu mana telefonga olib qoida buzganlarni yuborib turadigan jamiyatda haqoratlab, so'kadi, boshqa. Bu ham endi shunaqa bir tizim yaratilyapti. Chaqimchilik tizimi. Chaqimchilikni rivojlantiryapti-da. Mana bizda yo'l kameralariga, keyin mana soliq magazinida chek bermaganlar yoki boshqa soliq qonunchiligida bor bu narsa. Endi bunga alohida kiritilyapti, ya'ni ko'proq miqdorda. San'atkorni tutib beradigan bo'lsang, o'sha san'atkor to'lamagan soliq, bu eng kamida yozilyapti. Eng kamida 8.240.000 aytayapti. Masalan, san'atkorni tutsang, haqiqatda olayotgan daromad tasavvur qiling, $5,000 ga gaplashdi. $5,000 so'mdagi ekvivalenti qancha bo'ladi? 60 millionni. 60 milliondan 20% jarima bo'ladi yoki kamida 8.240.000 so'm jarima bo'ladi. O'sha jarimaning 20% boyagi tutib bergan chaqimchiga beriladi. Mana shu narsa tegish. Gaynikidan ham zo'r daromad. Ha, bu yaxshiroq, sababi haligi yaxshi nima bor. Yo'q, hozir shunda boyagi qandaydir bir yo'llar bilan har qanaqa bir to'yga kirib olib va videoga olib yaxshi yashasa ham bo'lar ekanda. Любой odam har qanday yo'l bilan emas. Любой odam to'yda bir 200, 300, qishloq joylarda 500 gacha odam bor. Boring o'rtacha 200 deylik. Abdurahmon aka, mana ishingiz bosh og'riq sizni. 200 ta odamdan bu 10 tasi topiladi-da O'zbekistonda. Qonunni bilasiz, daromad qilayotsangiz bo'lar ekan. Shuni aytaman. Yoki bo'lmasam, masalan, o'sha artistni to'yga olib kela olmagan, qimmatligidan alamzada bo'ladigan bo'lsa, ketiga tushadi shunda-da, borib to'yga kirish ham shart emas. To'yxonada masalan og'zida qorovul turmaydi-ku, to'yxonaga borib turib sekin artistni videoga tushiradi. Keyin shuni soliqqa tavakkal tashab bersa ham, masalan, soliq qarida agar o'tmagan bo'lsa, bo'ldi, o'zi 20% bor-da. O'sha kuni Munisa Rizayeva 5 ta to'yga kirgan, bittasini ulgurmay qoldi. Deklaratsiya qilishga yoki mobil ilovani to'ldirishga. Yo, ishlamay qoldi degan. Ha, o'sha to'yni berib yuborsa bo'ldi, tamom. Misol, masalan, bir kunda raqamlashtirish ham bor-da, mana qarang. Mana shu, yo'q, hozir mana san'atkorlarga mana patta derdigan, mana to'y byurolari bor edi aka, to'y byurolari bor edi. U patta kelardi san'atkordan, bugun qancha bugun? 50 ming so'm, 50 ming so'mga qisqasiga chiqarib ketadi. Xolasiga bitta yozib beradi, xolasi yo'q bermaydi. Endi bu litsenziya nimaga
demak shaffoflikni oshirish, korrupsiyani yo'qotish yo'nalishida demak shu qilish kerak edi. Bu nima deydi haligi kerak edi, qilinyapti. Balki o'sha raqamlashtirish, men bilmayman, hozir bu qaror loyihasini eng zo'r chiroyli yo'li bilan Abdurahmon aka tushuntirdiki, ya'ni buni hali ko'pchilik ichiga kirmasdan, anchadan beri shu o'qimasdan bitta fikrni aytib kiryapti ketadi deb deyapti Islom aka. Men demoqchi bo'lganim aka, balki bu ertaga o'sha keyingi bosqichlarga o'tganda bu qaror nima deydi haligi bir mukammalroq, hammaga to'g'ri keladigan bo'lar. Men demoqchi bo'lganim o'sha axborotlashtirishda demak men qaysidir ma'noda men san'atkorlar bilan gaplashyapmiz-ku, yozadi-da lichkamga. Meni masalan deydi bir oyda 2 yoshda to'yim bor. Men nimaga 1 yillik to'lab qo'yishim kerak? Men 3 oy to'yda yuraman hozir. Qolgan payt karom ekanman yoki ro'zada ishlayman yoki qayerdir ketaman deydi. O'shanga как раз o'shanga aytmoqchiman. O'shanda men bir marta chiqaman dedi. Bu qaysidir ma'noda bu ham to'g'ridir. Bu ham kerak narsa masalan nima deydi? 30 ta chiqsa 30 ta gap. Esdan chiqmay ayting, shuni har safar esdan chiqib ketyapti. Qarang. Va boshida aytdingiz, o'sha narsani ko'taramiz yana qaytadan. O'zbek Navo oldingi, O'zbek konsert, o'zi umuman madaniyat vazirligi, sport vazirligi, bunaqa vazirliklar kerak emas. Men bir nimada aytdim, adashmasam sizni ko'rsatuvingizda aytdim, bir o'rtaga chiqib aytdim-da. Davlatni jamiyatga ko'rsatadigan, ya'ni konstitutsiya bo'yicha ijtimoiy shartnoma ko'rsatadigan bir sanoqli xizmati bor. Mudofaadan boshlanadi. Bu nimaga? Soliq yig'ish. Ha, yo'q, soliq yig'ish ijtimoiy xizmat emas bu. Soliq yig'ish o'sha ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirish uchun kerak. Bu asosi. Mudofaa, moddiy asosi. tinchlik ta'minlash, milliy xavfsizlik, o'sha ekologik himoya, ijtimoiy himoya, umumiy infratuzilma, bepul ta'lim, bepul tibbiy xizmat, bepul degan qismini aytish kerak shu yerga kelgan paytda. Sababi uni katta qismi pullik. Ana qolgani bu davlatning ishi emas. Bu jamiyatni o'zi bozor qonunlari bilan, turli xil uyushmalar bilan, kasaba uyushmasi bo'ladimi yoki turli xil qatlamli uyushmalari bilan amalga oshadigan narsa. Bugun qanday bu o'zbek konsertini ham boshqasini ham vazifasi o'sha san'atkorlarning mafkura ichida ushlab turishda endi. Kerak emas. Madaniyat vazirligi ham, O'zbek Navo ham, O'zbek konsert ham kerak emas. Kerak bo'lmagandan keyin endi tasavvur qiling. Qarang, litsenziya uchun olinadigan bir paytlarda 50 minimal edi. Hozir endi 20 minimalga tushirildi. 6 ta reyting edi. Hozir endi 3 taga tushirildi. Bu kishining gapida ham jon bor. Lekin bu gap o'zi asli tagi kerak emas-da. Ya'ni madaniyat vazirligini tagi tugi bilan yo'qotib yuborgan taqdirda ham hech narsa yo'qotmaydi jamiyat. Yutadi aksincha. O'zbek konsertining sababi soliq to'lovchining qanchadan qancha puli ketyapti. Men har doim aytaman, mana biz iqtisodiyotga o'zi mana shu artistlarni ko'proq soliqqa tortish maqsadi nima? Byudjetning tizzasi qaltiragandan, byudjetning tizzasi qaltirab tashqi qarz yukini tagida qolib ketgandan bo'lyapti-da. Hamma tomonidan yashin iqtisodiyot bahonasida pul yurish maqsadida ketyapti. Kvazi soliqlar ham. Biz undan ko'ra hukumatni o'zini uprazneniya, ya'ni haligi soddalashtirib, kerak emas turli xil parazit vazirliklar, idoralar, inspeksiyalar, agentliklar, markazlardan qutuladigan bo'lsak, byudjetda qancha pul qoladi? Yo'q, madaniyat vazirligisiz ishlayotgan davlatlar juda ko'p-ku. Prokuraturasiz davlatlar bor-ku, adliya ichida bitta bo'lib, prokuraturasiz, men aytayapman, 10 ta xizmat. Shundoq hozir O'zbek konsert madaniyat vazirligini hukumat tarkibidan yulib oldingiz, yo'q qildingiz. Nima o'zgaradi? Hech narsa o'zgarmaydi. Yaxshi tomonga o'zgaradi. Yaxshi, qarang, mana birinchi bu kishining aytgan narsasi bir yo'la to'lab qo'yish. Ana, masalan, o'sha imtiyozga ega bo'lgan paytda ham 20 yillik era bor-ku, artistlar soliqdan imtiyozga ega bo'lgan taqdirda ham ular O'zbek Navoga litsenziya to'lar, otda kalasidek. Ya'ni bu degani bir martalik o'lpon degani. Boshidan litsenziya olmoqchimisan, bir yo'la to'lab qo'yadi. 50 minimal, hozir mana 20 minimal. Bu ham soliq aslida. Sababi davlat boji ham yig'im, soliqning ikkinchi turi. Nima uchun to'lash kerak? Balkim u faoliyat ko'rsata olmay qolar, balkim ertaga o'lib qolar, xudo ko'rsatmasin, balkim kasal bo'lib qolar. Nima uchun to'lash kerak? Yo'q, reytinglar ham qiziqdi. Mana masalan siz reyting oqlayapsiz. Masalan, shartli ravishda olaylik. Endi ochiq aytaylik, nimada Sherzod akada qandaydir bosimim borki, baribir bu kishi yo'q. hukumat tizimida. Yo'q, qaranglar, o'zi mana Sidiral Insider kanal adminiman. O'zi men kerak bo'lsa madaniyat vazirligini ham tanqid qilaman. 1 yil ishsizam yurdimda, bir haqiqatni aytib. Men demoqchi bo'lganim nimaga shuda madaniyat vazirligi nimaga kerak deyapsiz? Masalan, tarixga qaytaylik, o'sha buyuk allomalarimiz, buyuk insonlarimiz, Amir Temur deymiz, Ibn Sino deymiz, bu hammasi musiqa bilan shug'ullangan. Yo'q, madaniyat vazirligi bo'lmagan-ku. Manada qarang, shug'ullanaversin. Vazirlik nima kerak? Biz madaniyat tugatmoqchi emasmi? Amir Temur davrida O'zbek konsert bo'lmaganda. Yo'q, endi bu mana men sizga hozir fikrimni bo'lmay turibsizlar, fikrlaringizni. Men demoqchi bo'lganim, yosh avlodda demak biz musiqani demak ijodkorlik qobiliyatini qayerdan undirib? Madaniyat vazirligi ham yosh avlod chiqaveradi. Musiqa maktablarida. Musiqa maktablari qayerda? Qaysi vazirlikda? Oliy ta'lim vazirligi, ta'lim vazirligiga ichiga o'tib ketsin. Madaniyat vazirligida musiqa maktabi. Xo'p, shuni bu yoqqa o'tkazib qo'ysangiz hech nima o'zgarmaydi deyapmiz shuni. O'zini non topib yuradi, nima farqi bor? Yo'q, bizlar baribir endi mana Islom aka to'g'ri aytyapsiz. Balki qaysidir ma'noda o'sha davrga kelarmiz. Madaniyat vazirligisiz ishlaydigan davrga kelarmiz. Yo'q, kechirasiz. Men deyotganim hali o'sha jamiyatda bunga tayyor bo'lish kerak-da. Biz darrov bir
birdaniga 300 yil oldin mustaqil bo'lgan Iltimos davlatga shu gapni aytmang. Jamiyat har qachon har narsaga tayyor. 91-yilda tayyor edi jamiyat. mana qarangda, hozir bitta qarorni nimaga biz to'g'ri, balki bu ertaga to'g'ri yechimga keladi. Sababini so'rayotgan bo'lsangiz, u no'noqligimizdan qila olmayapmiz. Aytyapman-ku sizga, Yo'q, bitta uni- buni targ'ibotini to'g'ri uni qilmaganimiz uchun tarixga ketdi. aloqasi yo'q. Masalan, nimaga sizlar Yulduz Usmonovalardan nimaga siyosatchi yasaysizlar, nimaga parlament yasaysizlar? U ijodkor. Qaysi qo'shig'ini Yo, sizlar yo, masalan yo. yomon deysizlar Yulduz Usmonovani? Yo, Masalan-da, yo, yo. lekin unga provokatsion savolni berib, masalan, sizlar to'g'ri gapirasizlar, men sizlarni kuzataman. Lekin o'sha provokatsiya qilib qaysidir podpисчикni ko'paytirish uchun yoki prosmotrni ko'paytirish uchun shunaqa jurnalistlar ham ko'payib ketdi-da, tan olish kerak-da. Sizga siz Tushunasizmi? bunday bitta narsa qarang. Siz hozir madaniyat xodimi, ya'ni madaniyat vazirligidan oylik olayotgan olsangiz bir 5 ming oylik olasiz. 4 million olaman, 4 5 million million olaman. aytyapman. 4 ming oyligingiz, ya'ni issiq ish joyingiz yo'qolib qolishidan endi ichki xavotir bilan siz hozir nima qildingiz. Lekin agar bunday teparoqdan qarash kerakda, teparoqdan jamiyatga qarasangiz, O'zbekiston hukumatining yoki umuman davlat apparatining kerak-kerakmas parazit idoralar ko'payib ketgan juda. Aynan siz iqtisodchi emassiz-da. Siz faqat shu madaniyat xodimi sifatida qarayapsiz. Lekin u hukumat o'zini o'zi, men har doim aytaman, davlatning o'zini puli bo'lmaydi. Ya'ni davlat xalqni boqish kerak degan narsa juda noto'g'ri tushunchada. U xalqni davlat boqmaydi. Aksincha, xalq o'zining to'laydigan soliqlari, yig'imlari va kvazi soliqlari, ya'ni yashin soliqlari hisobiga hukumat ushlab turadi. Hukumat qanchalik kattalashib borgan sayin, Karl Marks aytgandek, bu yirik parazitga aylanadi. Badaningizdagi parazit kattalashib borgan sayin sizni oxir oqibatda tugatadi. O'sha paytda bu jamiyat madaniyatga hojat qolmaydi, ana nafratlar ham shundan paydo bo'ladi. O'shaning uchun hali 20-asrdayoq, bundan bir asr oldin Yevropa hamjamiyati qabul qilgan effektiv hukumat konsepsiyasini qabul qilgan ular. Ya'ni hukumat imkon qadar ixcham bo'lishi kerak. Davlatning boshidan, ya'ni teoretik nazariy jihatdan jamiyat oldidagi eng asosiy birlamchi ijtimoiy xizmatlarni ko'rsata oladigan organlargina qolish kerak. Qolgani kerak emas. Hozir biz men ko'psini bilmayman hamda. Har xil uyushmalar bor, boshqalar bor, u yoqqa bu yoqqa turli xil fondlar bor. 60 ga yaqin turli xil agentlik, inspeksiya, vazirliklarni bilan hisoblangan. Siz adashyapsiz. Bizda ro'yxati bor, hammasini telefon raqamlari 200 dan oshiq. Ana. Yo, nima verxushkalarni aytyapman-da, verxushkalar. O'sha markaziysini aytyapman men ham. Uyushmalar u, boshqalar u, agentliklar 200 dan oshiq bo'lmasa 200 ga yaqin aniq. Bular nima ko'ryapsizmi? 10 ta vazirlik maksimum. 10 betli hujjat bor bizda, hammasini matbuot kotiblarining telefoni, hammasiga telefon qilishimiz kerak. U yaylovchilik demaysizmi? Yaylovchilik ham uyushma bor. Shunaqa aytyapman-da. Ha, bor. Hozir qisqaryapti, qarang, mana xususiy qisqarmayapti-da. Yo'q, mana yaqinda chiqib qoladi, mana xabarim bor. Masalan, mana o'zi Bayotimda 4 ta madaniyat markazi bo'lsa, bu ikkitasi o'zi yopilyapti-da, sekin o'sha Yo'q, madaniyat markazlari boshqa narsa u. Yo'q, mana madaniyat markazi yo'q, madaniyat markazi madaniyat vazirligida tizimida meni bitta madaniyat, bizda 4 ta madaniyat markazim bor-da. 30 ta mahallada aka. Boshqa narsa. Bu boshqa narsa. Yo'q, meni boyagi fikrni davom ettirib qo'yay deyapman. Madaniyat vazirligini, madaniyat oxirgi savolga vazirligi. o'tamiz. Sekin-sekin mana xususiylashtirishga urg'u berilyapti. Boshqa o'sha chet el almazorlaridan olyapti. O'zini masalan teatrlar o'zini o'zi boshqarishiga, o'sha agar vazirimiz o'zi masalan Ozodbek Nazarov aytayaptilar-da bir yig'ilishida. Agar mana shu teatr men hozir Chasniga bersam, agar teatr direktori Chasni bo'ladigan bo'lsa, meni teatrim bo'lsa deyapti, meni bo'lsa. Shunda bu teatrga tomoshabin kirishni boshlaydi. Boyasa aytgandek, oylikni olib o'tiradigan bo'lsa, u harakat qilmaydigan bo'lsa, u teatrga demak boqimanda bo'lib o'tiraveradi. Shuni aytyapmiz. Shu narsaga kelyapmiz biz, sekin-sekin etap kelyapmiz. Endi men demoqchi bo'lganim baribir aka, maydaligi men o'zim masalan o'sha selektor ekraman yo boshqa mana madaniyat sohasiga berilayotgan imkoniyatlarni ko'rib chiqib, o'sha ijtimoiy reyestrlarga xalqimizga ko'p imkoniyatlar berilyapti-da. O'sha ijtimoiy reyestrda turgan kambag'al bu ozgina ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarga masalan e'lon qildim o'zim Bayotimda, agar kimda-kim mana shunaqa ahvolda bo'ladigan Bitta gap aytaman, telefon qiling, men to'ylarni tekinga o'tkazib beraman borib. Bitta gap aytib madaniyat qarang. xodimlari bilan birga. Agar men aytayotgan o'sha Yevropa andazasi asosida effektiv hukumat konsepsiyasini O'zbekiston qabul qilsa, hokimiyat, hukumat darajasida qabul qilinayotgan ko'p selektorlar yig'ilishlarining o'ziga hojat qolmaydi. Ya'ni tagi-tugini yo'qotadi. Islombek aka, mana shu soliqqa tortish masalasida, san'atkorlarning soliq to'lashi masalasida muhokamalar davom etar ekan, mana siz shu sohani mutaxassisiz, soliq bilimdonligi, soliq savodxonligi degan katta bitta bo'shliq ham ochilib ketdi-da bizda. Albatta. Yulduz Usmonovani chiqishini ko'rdingiz. Yoki Farruh Zokirovni chiqishini ko'ryapsiz, soliq to'lash bu savob deyapti-da. Yoki boshqa ko'pchilikdagi fikr. Shu ma'noda jamiyatda soliq savodxonligi masalasi ham juda og'ir ahvolda ekan. San'atkorlar misolida aytdik. Nega mana shunday?
Sababi, birinchi fundamental sabab biz sobiq sotsialistik lagerdan chiqqanmiz. Ya'ni bozor qonunlarini ko'rmagan jamiyatdan chiqqan. Soliq savob emasda bu. Ha, Soliq majburiyat. soliq majburiyat bu. Endi qarang. Soliq bu davlatning jamiyat oldidagi ijtimoiy xizmatlarini, sanoqli ijtimoiy xizmatlar, cheksiz emas, sanoqli ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirish manbasi. Ya'ni Shunday. davlat mana aholiga aytadi, "Sen o'zing siyosiy uskuna qurdingmi? Ya'ni yolladingmi davlat idorasini? Endi bizning xizmatimizni moliyalashtir" deydi. O'shani majburiy haq oladi. Sababi moliyalashtir deb yozman, bunday so'z bilan aytyapman, lekin ha xo'p bo'ldi mana deb uzatmaydi. O'shaning uchun konstitutsiyada kelishib qo'yadi. Bo'ldi, men senga ma'lum bir ijtimoiy xizmatdan ko'rsataman, sen menga majburiy haq to'laysan. O'shaning uchun yozyapti 63-moddada. Bitta sohani bundan yulib olinishi, ularga yengillik berilishi mana bu tibbiy ijtimoiy xizmatlardagi sifatsizlikni ko'paytiradi. Albatta, hammasi Ta'lim bir-biridan sifatini chambarchas pasaytiradi. bog'liq, hammasi. Bunday men doim aytaman. Gorizontal adolatga ko'ra jamiyatning barcha a'zolari soliq qamroviga olinishi kerak. Ana undan keyin vertikal adolatga ko'ra sarhisob qilinish kerak. Sen invalidmisan, sen kam ta'minlanganmisan, boshqamisan, keyin tepaga qarab borish kerak. Butun normal jamiyatlarda shunday soliqqa tortiladi. Hashamat solig'i bekorga emas dunyoda. Hamma soliqqa jalb qilinadi, keyin hamma o'zining mulkiy mavqei, moliyaviy holati, daromadiga yarasha progressiv asosda soliqqa tortiladi. Va quyiga tushib ketganlar, ya'ni quyi minimal o'sha yashash imkoniyatidan pastdagilar, ya'ni qashshoqlar va kambag'allarga soliq solinmaydi. Mana bu ijtimoiy adolatli jamiyat deb aytiladi. Ming afsuski bizning konstitutsiyamiz 1-moddada yozib qo'yibdi. O'zbekiston suveren, demokratik, ijtimoiy davlat deyapti. Ijtimoiy davlat bo'lgandan keyin har doim aytaman, kambag'alga soliq solishga haqli emas. Qolganiga progressiv soliq qilish, u artistmi, advokatmi, soliqchimi, davlat xodimimi, uni alohida cho'qalash kerak emas. Hammaga bir xil yondashuv, faqatgina mulkiy mavqe va daromadga yarasha soliqqa tortilish kerak. Mana shu idealga yaqin soliq tizimi bo'ladi. Ana shuni eplay olishimiz uchun bizga to'g'ri soliq siyosati kerak. To'g'ri soliq siyosati esa men aytgan 5 ta fundamental talab asosida shakllanadi. Boshqasi hammasi faqatgina bizni aldaydigan, chalg'itadigan Mana bu omillar xolos. Va ikkinchisi boyagi hukumat, effektiv hukumat. Ya'ni soliq yukini umumiy kamaytirish uchun jamiyatga davlat apparatini og'irligini kamaytirish uchun uni soddalashtirish kerak. 10 ta xizmat turi bor davlatning. Jamiyat o'sha 10 ta xizmat turini qoldirish kerak. Qolgan sport, jismoniy tarbiya, madaniyat, iqtisodiy va investitsiyalar vazirligi ham hattoki, qurilish vazirligi, kommunal xizmatlar vazirligi, bular faqatgina parazit idoralar va jamiyatga ortiqcha soliq yukini yuzaga keltiradigan omil xolos. Afsuski, islohot deganda yangi vazirlik ochish tushunilyapti-da ko'pda. Yakuniy fikringiz bormi? Shu bilan tugatamiz. albatta men endi yakuniy fikrim mana shu boya siz aytgan narsada bor. Bu mana bu 2022-yildagi borda o'sha pensionerlar, talabalar, nogironligi bo'lgan shaxslarga imtiyozlar bor. Endi yangi mana bu loyiha bilan bu ikkalasi qandaydir birdan bo'lishi kerakmi, to'g'rimi? Bog'lanish kerak bir-biri bilan. Pensioner, nogironlik har doim Yo'q, imtiyoz mana bor. umuman mana shu Bu yerda ham bor. Ha, Yo'q, bu bunday ikkalasi bitta bo'lishi kerak-da. Qaysi bu takrorlab bu ikkinchi marta takrorlab ustiga yana boshqa bu qanday kuchga ega bo'ladi? O'shancha aytdimda tuturuqsiz soliq tizimi deb turib. Endi Keyingi bosqichlarda birlashish kerak-da. qarang, bu Masala shunda-da. oldingi rejimlarni bekor qilishga ixtisoslashgan emas. Bu faqatgina yakka xonanda, yakka nimalar borku, ijrochilar deydi-yu mana. Ijodiy uyushmalar yuridik shaxs bo'ladi. Yakkalarning to'ylardagi solig'ini soliqqa tortolmaganlik uchun razviy soliq deb aytiladi bu narsani. Razviy soliq solyapti bu yerda. Lekin Bu ketishda hozir pensionerlarga, nogiron artistlarga aloqasi yo'q. 6 oydan keyin o'yinchilarni alohida soliqqa tortish bo'yicha qonunchilik ham muhokama qilsak ham ajab emas. Gap shundada, gap mana kechadan beri nimani gapiryapmiz? Kechadan beri emas, o'zi 4-5 kundan beri baraka topib, bunaqa qama. Savodli odam qilsin, tushuntirsin, keyin soliq degani bugun bu idoraga, ertaga yomon ko'rinsa Ilyosga, pulingiz ko'payib ketsa Islom akaga bunaqa bo'lmas kerak-da. Endi umumiy boya aytganingizdek o'zini. Qarang, boya gapingiz olib soliq savodxonligini bir qismini aytdim-da men, sobiq nimadan chiqib kelganimiz. Lekin bu bahona bo'la olmaydi. 35 ming necha yil bo'lib ketdi-da. Biz soliq savodxonligini mana faqat iqtisodiyot yo'nalishidagi 3-4 kurs talabalariga kiradi soliq fanida. Soliq fanini maktabdan boshlash kerak. Yaponiyaga o'xshab yoki bog'chadan boshlash kerak. Va bundan tashqari ijtimoiy reklamalarni kuchaytirish kerak. Ijtimoiy reklamadagi paytda faqatgina sen mulkga solsang bunday bo'ladi, pensionerga demas. Bizda endi faqat soliqni to'lab qo'y degan. Bu ijtimoiy reklama targ'ibotda. emas, chuqur ildizga ega bo'lgan. Birinchidan, ikkinchidan hukumat aholidan olinayotgan soliqni joyiga qo'yish kerak. Peret faktum. Qachonki korrupsiya bo'layotgan bo'lsa, odam qayerga soliq to'lagan qayerga qaysi solig'ini xizmatga qancha bo'lib tushayotganini bilib tursa, bunda boshqacha bo'lishi bo'ladi. kerak. Hammasi to'g'ri. San'atkorlarni soliqqa tortish masalasidan boshlangan suhbatimiz soliq qonunchiligi, undagi bo'shliqlar, kamchiliklar masalasi va ideal soliq tizimi aslida qanday bo'lishi kerak degan masalalar bo'yicha davom etdi.
Muhokamamiz mehmonlari iqtisodiyot fanlari doktori professor Islombek Niyozmetov, huquq himoyachisi va bugun bir yangi lavozim berdik Abdurahmon aka, huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov va Boyovut tuman madaniyat bo'limi boshlig'i Sherzod Xolmurodovlar bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Katta rahmat.